1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Mashina yaxshimi? Ismingiz nima dedingiz hozir ismi? Hayajon aka. Yorqinjon aka bilan adashtirib yubordingiz hozir. Ukalar bo'laman. Ukalari sizni? Aka-ukas. Radnoy. Yo'q. O'xshamaysizlar bir-biringizga. Nimaga o'xshamaymiz? Bilmadim, o'xshatmadimmi? Yo'q. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Jack M3 qorasidan olishgan 1 yil oldin olgansa, Hayajon aka bo'lishadilar. O'zingizdan so'raymiz. Hayajon aka bu video chiqqanda kelishuvlarsiz boricha ayting. Biz bilan kelishganmi? Bir so'm pul olganmi sizdan? Yo'q. Aka Jack M3 bo'yicha kamchilik bo'lsa, aytsangiz to'g'rilanadi. Jack M3 endi kamchiliklari shu risollarimiz ichida, hali arqalarimiz ichida otishadi. Otishadi. Ha, shunisi endi. Bularni qildirib oldik biz o'zimizni. Uvazikidan qo'ydirganmiz, gazelnikidanmi? Bitta qo'shimcha resor qo'yilyapti. Biznikini hali kalta qilib, o'sha rap nima deydi, Volgalakidan. Volganikidan qo'yilyapti. Yozib berishdi. O'sha hozir yumshab qoldi. Yumshab bo'ldimi? O'zi ilgari otardi. Bu narsa bor. Endi aka bitta narsa uzun narsada 5-11,5 uzunligi. Endi tarafini olishmas, lekin shuncha uzun narsaga otishi bo'lishadigan narsa. Shunaqa. Yashirmayman, siz aytgandek, o'zigini yana bir narsalar resolni qo'yishtirishyapti, dabavishni. Yuk bossangiz ham zo'r yuk ko'taradi va mashina yurishi ham ancha yaxshi bo'ladi. Necha ming yurdingiz Hayajon aka? 160 ming yurdi. 160 ming yurdingiz. Nima xarajat qildingiz? Endi ko'proq xarajatimiz shu kalotga. Yog' almashtiramiz. Shu endi o'zidan. Boshqa rasxodsiz yo'q. Qo'shimchalari yo'q. Portga qo'ydik o'zimiz. Ana shu narsani aytmoqchiman. Bitta kamera olib keling-da. Ko'pchilik mijozlardan taklif tushgan, mana bu Fortchka bo'yicha akalar, to'g'rilasa Jack M3larga mana shu Fortchkani zavodga taklif berib qo'yganmiz. To'g'risi bu narsa liniyani o'zgartirishga aka vaqt ketadi. Taxminan mana shu keyingi yilga hisobiga Fortchkali holatda chiqsa, xursand bo'linglar, biz sizlarga takliflarni zavodga yetkazganimiz bilinadi aka. Shunisi tushadimi? Fortchkaga degan foydasi tegdi. Ha. Endi mijozlarga nima deydi? Postoyanniy konditsioner yura olmaysiz. Dimi qilib qolishadi nima bu. O'sha holatda Fortchkani olib chiqib qo'yadigan bo'lsa, foydasi tegadi. Havo aylanishiga yaxshi. Zo'r. Endi bu orqaga ham qo'yib olishgan, undan ham zo'r bo'ladi. Orqasiga ham qo'yishgan. O'zi Fortchka mana bor-ku. Buni olib tashlab turib, mana undan qo'yishgan-a? Yo'q, shundan qo'yganmiz. Olib tashlagimiz ikkita qo'yishganda, bitta qo'ydim. Bu necha pulga tushdi ana shu? Bu 2,5 millionga oldik. Ikkovinimi jupi? Jupi, ha. Jupi 2,5 million. Qo'yishlari bilan 3 millionga aylandi. 3 millionga tushdi. Eskisini nima qildingiz? Eskisini olib qo'yganmiz. Eskisini olib qo'ygansiz. Gap yo'q aka. 3 million so'mga shu o'zgarish. Asli shuni o'zini zavod tomonidan qilinadigan bo'lsa, mijozga ancha yengillik bo'ladi. Bu taklifda to'g'risi juda ko'p arzonlar qilaman-da Hayajon aka. O'sha mijozlardan tushgan taklif zavodga kirgizilgan buni. Keyin mana sidinamiz bor. Tayinni ko'taramiz. Keling, mana shuni ko'rsataylik. Sidinkani bu ko'tarishni ham ko'p taklif qilganmiz. Kecha bitta mijoz ham kelyapti, so'rayapti. Uka sidinkani ko'tarish kerak. Mana ko'tartirilgan akalar. Ya'ni 7 ligolni qo'ygansizga. Shunaqa. Monosini yo'q qo'ysiz. Keyin mana biz ko'targizib turib, ko'targizib. Sidina ko'tarilgandan keyin uni zavodskoylar bilsangiz, tipaga ko'tarilib qoladi. Biz sidinani beldan kesib tashlaganmiz mana shuni hozir. Belidan ogizib tashlagansiz. Chunki orqada mijoz hali yo'lni ko'rmayapmiz deydi. Qorong'ilik qolyapti degan hisobiga. Hozir mana uni yangilar ko'ring-da, sidina baland. Sidinasi uzunroq. Kadrda qo'yib yuboramiz. Aytmoq tashlaganmiz-da, belda. 9 yerdan olsa bo'ladi. Bo'ladi. Bunisini birinchi marta ko'rishim lekin. Bu holatda 9 nechta rasxod ketgan shunga? Xo'p, chexol, pexollari bilan xo'p qo'shimcha nimalari ham bor edi, unda sidinalar bor edi-yana. 2 million 800 ming ketdi. 2 million 800 ming shu holatga keltirishga. Chexol ham tikirganman-da men bunga. 7 lik golni qo'yilgan. Shunaqa. Golni mana sidinani siz orqaroqqa surgan ekansiz. Shunaqa, orqaga. Bagaj toraygan, toraymagan Hayajon aka? Bagaj yo'q, toraymagan. Bitta bagajni ko'raylik. Voy, malades. Bunisiga nima deyapti aka? Bunisini nima tortasiz aka? Buni egalar qo'yishgan bizdan oldinga. Navoiydan olganmiz. Olib tashlamagansiz? Yo'q. Minilgan holatda olgan ekansiz? Sidinki orqaga siljigan bilinmas ekan lekin. Bilinmaydi. Zapaska bu yoqda ketadi. Tagida propan adashmasin. Propan bor. 50 talik ikkita. Ikkita qo'ygansiz 50 talik. Necha kilometr yuryapti 100 talik bilan? Xo'p, endi hozir bilmayman, bizniki 800 yuryapti. 800 kilometr yuryapti. Endi hali to'g'rilasiz. Yaxshimi yomonmi rasxodi? Hozir menda hisobimda yomon. Yomon. Nechta taxminan rasxod qiladi? 10 tami? Xo'p, yo'q, 900 yurish kerak-da o'zi. Aslida 900 yurish kerak. 800 yuryapti. 100 kilometrga ziyon tegyapti. 100 kilometrga ziyon tegyapti. Endi bizda hozir rasxod. Bilmayman, yozda hisobiga ham shunaqa bo'ladi. Konditsioner qo'shgan hisobiga. Konditsioner ham bor-ku. Balki meniki ham. Yo'q, mashina o'zida basayib. Uni ham kompyuter bir xil aytyapti, 10 ga 10 yuryapti deyapti. Masalan, 10 ga 10 deb eshitganman mana. Shunaqa, propanda. Bizning rasxodiga kelsak, 8 ta agar yursangiz tushib qoladi. Gap yo'q.
Sidinga orqasiga siljimagan bo'lsa zo'r ekan aka, o'zining holatiga mana bagaj yo'qolmagan holatda qo'yilganda, to'g'rimi? Shunaqa. 3-qator qanaqa holatda turibdi aka? Bitta ko'rsatib ko'ray mana shuni. To'g'risi qiziq bo'lib qoldi menga ham. Bismillah. To'g'risi uni eski yangi sidina bor-ku, o'shundan ancha zo'r ekan. Mana o'tirish ham ancha keng, mana oyoq bor-ku, tegmaydi. Mana buklanib qoladi-ku oyoq eski, yangida. Shunaqa. Mana bunda bemalol o'tiribdi. To'g'risi. Ha, mana oldin kengaytirgan 100% ko'rinib turibdi aka. To'g'risi bu mijozlarga ko'p taklif berganman Hayajon aka, boricha. Men jaydar arzor qilaman-da. Oldi qo'shdi gap yo'q, ko'ryapsiz. Misol videodan oldin gap kelishdimi siz bilan? Yo'q. Kelishgan, zo'rg'a majburlab videoga olib keldim sizni. Bu xalq uchun, misol yurtdoshlar uchun foydali bo'ladi. To'g'risi o'zgarishsiz chiqadi mashina. Endi o'zgartirish qilib olishadigan bo'lsa, ancha komfort bo'ladi. Ya'ni o'zlar uchun baribir qilish kerak. Hamma o'zi uchun baribir ko'rib oladi. Mana bu restor to'g'risida Jamshid akani videolarni qo'yganmiz. To'g'risi u aka ham mana shu restorni qo'shtirishgan, o'sha uvazigidan qo'shtirishganda bitta dabavishni. Andijonga borishadi aka, 180-170 haydayman deyshadi. Pervolda. Umuman mashina qiynamaydi deyshadi. Misol Andijonda shu qora suvdan yuk olib kelishadi. Shunaqa. Bizda hozir bolalar bir xillari amazator bitta tomonda-yu. Ikki tomonlama qilib. Ikki tomonlama qilsa zo'r bo'ladi. U ham zo'r bo'ladi. Bitta qochib o'tga olsan shu qo'ylik. U ham endi bir taklif-u. Burlar zavodda shu narsalar bo'lib chiqsa, aslida mijozlarga qulaylik bo'ladi. Hayajon aka, men bitta narsa ayta olaman. Mana bu restor bo'yicha bir narsa o'zgartirish qilishda men ayta olmasligim mumkin. Men bu sidinkalar bo'yicha ayta olmasligim mumkin, lekin Forchka bo'yicha aytganman. Keyin Jack M3 motori sepli motor, 1.8 sepli. Gidrokompressor emas-da bu. Ya'ni o'zini-o'zi ligrovka qila olmaydi motorni. Shunaqa. Shu narsani taklifini aytganman. Xudoolasa bular bo'yicha o'zgartirish bo'lib qolsa zo'r bo'ladi. Yana bitta taklif tushgan. Mana tomiga luk qo'yish bo'yicha. Jack M4 ga M3 ga taklif tushgan. Luk qo'yish aka, xudoolasa mana liniya o'zimizga tushyapti-ku. Buni Jack M3 komfort pozitsiyasi bor edi. Jack M3 da bu lux pozitsiyasi. Lux Plus bo'lib turib, mana shu luklari, mana bu forchkali holatlari, zavodskiy holatda naqsal o'zgarishi mumkin, lekin zavod tomonidan bo'lsa zo'r bo'lsa kerak menimcha. Shunaqa ertaga yana qaytib qo'yayotmaysizlar-da, nima deydi? Mijoz o'zi ham mana 2,5 millionga qo'ydimmi, zicha qo'shilgani bilan shunday 3 millionga tushyapti. Zavod tomonidan bo'lgani biznikitniroq bo'ladi-da, o'zgarib qo'yganda bir oynaga bilan chiqadi-da. Xudoolasa Hayajon aka, agar mana shu o'zgarishlar bo'lsa, arzimaga qilgan mehnatimiz samarasi ketmagan bo'ladi. Albatta mehnatimizni qadrlagan holatda like bosib qo'yinglar. Jadar abzor bo'lyapti, hammasi sizlar uchun. Yugurib kelyapmiz. Mana rasroch tartiblarini akalar 3 yilgacha oshirishga muvaffaq bo'ldik. Sizlarni kommentar yozganlar, qo'ygan misol intervyularni bergan ma'lumotlar uchun mana rasrochlar ochganmiz. Eng qizig'i 36 oygacha o'zini tan narxini bo'lib to'lashga. Endi kredit olishdan ko'ra o'z tan narxini bo'lib to'lashga osonlik bo'ladi. 12 oygacha misol 30% ni to'lasiz, 12 oygacha 40% to'lasiz, 18 oyga 50% to'lasiz, 24 oygacha 70% to'lasiz, 36 oygacha olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Qiziq bo'lsa pastni biletinglarni o'qing. Hayajon aka, joningiz sog' bo'lsin. Addushi rahmat lekin vaqtingiz rozi bo'lasiz.